بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى حمد sanolar payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovat bo'lsin. Parvardigor olam barchalarimizni muborak Ramazon oylariga sihat salomat yetkazdi. Qolgan kunlarni ham iymon bilan, muhabbat bilan, taqvo bilan o'tkazmoqligimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi nasib aylasin. So'zimni boshlashdan oldin barchalaringizga omonat bo'lgan salom. O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlarining qayerga borsalaringiz, mo'min musulmonlar bilan suhbat qilganlaringizda bizlarni omonat salomini yetkazinglar deganlar. Shu omonat salomini qabul qilasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, bilaman charchagansizlar. Ataylar domlaga gaplashganimizda tarovehdan keyin bo'lsa yaxshi bo'lardi. Chunki juda charchagan odam chiqib ketadi. Eshitadigan odam o'zi qoladi deb maqsad qilayotgandik. Zero oson bo'lmaydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytganlarki, do'zaxning atrofini Alloh taolo butun aysh-u ishrat bilan o'rab qo'ygan. Do'zaxning atrofi faqatgina o'yin-kulgu, nafsga juda yoqadigan narsalar bilan o'rab qo'ygan. Lekin jannatning atrofini Alloh taolo butun qiyinchilik, mashaqqat bilan o'rab qo'ygan. Qiyinchilik, mashaqqat kimga bo'ladi? Qalbida iymoni zaif bo'lgan odamga bo'ladi. Haqiqiy mu'min qanday bo'ladi? Haqiqiy mu'min masjidga kirganda, masjidning ichida o'tirganda xuddi baliq suvga tushganda qanday yayraydi? Shunday yayraydi. Haqiqiy mu'min odam hozir oson emas, shuncha xatm Qur'onni eshitib turib, hamma ham ishga boradigan odam, ishga ketadigan odam, ertaga ro'za ishga borish kerak. Lekin mana shu narsa, mana shu sabr, mana shu muhabbat inshaalloh biz jannatga kirishga sababchi bo'ladi. Zero ko'zimiz tolyapti, ko'zimiz uyqularimiz kelyapti, belimiz og'riyapti, oyog'imiz tolyapti. Lekin mana shu Ramazon oyida, aynan Ramazon oyida xatm Qur'onda turgan bu oyoqlar, charchagan bu ko'zlar ibodatda charchayapmizmi? Qiyomatda bizni foydamizga hujjat bo'ladi inshaalloh. Dunyoni foniyligi haqida gapirilganda, dunyodan bir kun hammamiz o'tib ketadi, dunyo foniy deyiladi. Hatto Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizga bergan mana shu a'zolarimiz bor-ku, o'zimizdagi a'zolarimiz ham agar shu berilgan a'zodan oqilona foydalanmasak, iymon bilan foydalanmasak, hatto siz bilan bizni ko'tarib yurgan 50 yil, 60 yil, 100 yil ko'tarib yurgan a'zolarimiz ham noto'g'ri foydalangach qiyomatda biz zararimizga hujjat bo'lar ekan, Alloh asrasin. Alloh subhanahu va taolo mana qorimiz, avvalo qorinlarga tashakkur. Xudo beribdi. Avvalo masjidlar muborak bo'lsin. Domla bilan masjid bitgandan beri kelamiz deb niyat qilamiz, bugunga nasib ekan. Muborak bo'lsin masjidlar. Bu masjidni qurganlar, bu yerga xizmat qilganlar, bu yerda duo qilib berganlar, bu yerga mehnati bilan xizmat qilganlar, homiylik qilganlar, Alloh taolo hammalariga jannatdan qasr ato qilsin. Qolaversa, bu masjidni qurish o'zigacha mehnat. Lekin bu masjidni masjid bo'lishida, masjidni obod bo'lishida eng asosiy obod qiladigan kim? Bu siz aziz jamoat. Agar jamoat bo'lmasa masjid obod bo'lmaydi. Jamoat bo'lmasa shahar obod bo'lmaydi. Jamoat bo'lmasa uy ham obod bo'lmaydi. Demak, shu masjidni fayz qo'shdan siz azizlarga ham Alloh taolo hammalaringizga jannatdan qasrlar ato qilsin. Qur'on o'qib bergan qorilarimiz, men tashqarida bir tasbih eshitdim. Mashalloh, Alloh ziyoda qilsin qorilarimizni. Hifzlari bundan-da ziyoda bo'lsin. Bularni tarbiya qilgan ota-onalaridan, ustozlaridan Alloh rozi bo'lsin. Orqada turib somiy bo'lib turibmiz hammamiz. Bu qorilarga muhabbat qilaylik. Bu qorilarni yaxshi ko'raylik. Payg'ambarlar bilan qorilarning o'rtasida faqat bitta farq bor degan ulamolarimiz. Tasavvur qiling. Payg'ambarlar bilan qorilarning o'rtasida bitta farq bor. U ham bo'lsa Payg'ambar alayhissalatu vassalomga Jabroil alayhissalom olib kelib bergan vahiy orqali. Faqat shu narsa yo'q xolos. Maqom martabada bularning maqomi albatta ulug' bo'ladi.
Endi bularga muhabbat qilsak nima bo'ladi? Qiyomat kuni bo'lganda Alloh subhanahu va taolo jannatga kirishi buyurilgan har bitta insonga, hojiga alohida, qoriga alohida shafaat izni beriladi. Qorilarga aytiladiki, ey qorilar, avvalo Qur'on bilan Ramazon qiyomat kuni shafoatchi bo'lib keladi deganlar payg'ambar. Mana ro'zani tutayapmiz-a? Kim ro'zani ixlos bilan, iymon bilan, ishonch bilan tutsa, mana shu tutgan ro'zasi qiyomat kuni Allohning oldiga boradi. Parvardigor, bu odam meni rioyangni qilib, seni rozilik tutgan edi. Endi buni men shafoati bilan jannatga kiritiraman deb ro'za keladi. Uni orqasidan Qur'on keladi. Endi qorilarga qiyomat kuni Allohdan mana shafoat izni beriladi. Ey qorilar, meni roziligim uchun kechalari uxlamasdan mehnat qilding. Xohlagan odamingni shafoat qil deb Alloh taolo izn beradi. Xuddi shu kunda shafoat izni berilganda kim dunyoda qorini tanigan bo'lsa, qori bilan yaxshi muomalada bo'lgan bo'lsa, qorini hurmat qilgan bo'lsa, qorini yaxshi ko'rgan bo'lsa, qorini tanishi bo'lsa, qiyomat kuni qori ham shafoat izni berilgani shu tanishini qidirib qoladi. Qur'onga, qoriga shafoat izni berilganda uni atrofida turgan odamlar bo'yni cho'zib qolar ekan. Meni ham tanib qolarmikan, meni ham ko'rib qolarmikin deb. Bu dunyoda qorilarga qilgan muhabbatimiz, ixlosimiz oxiratda inshaalloh bizga foyda beradi. Men gapirmoqchi bo'lgan gapim, so'zimni qisqaroq qilaman. Bu oy Ramazon oyi, taqvo oyi. Allohdan qo'rqadigan oy va Allohdan qo'rqadigan odamgina ro'za tutadi. Endi hammamiz o'zimizga savol beraylik. Bugun ro'zani 18-kun tugab, inshaalloh agar adashmayotgan bo'lsam, ertaga 19-kunlar boshlanadi. Hammamiz o'zimizga savol beraylik. Ro'zani 18 kuni o'tdi. Ro'zani menda qanday ta'siri bo'ldi? Nimada o'zgarishim bo'ldi? Axloqim o'zgardimi? Odobim o'zgardimi? Muomalam o'zgardimi? Yurish-turishim o'zgardimi? Oilamga munosabatim o'zgardimi? Har bitta inson o'ziga savol berish kerak. Ya'ni bu ro'za Xudodan qo'rqadiganlarning oyi. Xudodan qo'rqsak nima bo'ladi? Payg'ambar alayhissalatu vassalomning oldilariga Jabroil alayhissalom kelganlar. Bu hadis uzun hadis. Jabroil alayhissalom kelganlarida inson suratida kelganlar. Ora-orada Jabroil alayhissalom inson suratida kelib turganlar payg'ambarimiz oldilariga. Sahobalar aytishadiki, bir kishi kirib keldi payg'ambarimiz oldilariga. Ichimizdan hech kim tanimaymiz uni kimligini. Shunaqa chiroyli kiyib olgan, kiyimlar, libosi oppoq. Bir musofir desak, musofirga ham o'xshamaydi. Hech kim uni tanimaydi. To'g'ri Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga keldi. Biz hayron bo'lib turibmiz. Hattoki Rasulullohning oldiga borib, tizzasiga tekkizib o'tirdi va bir necha savollarni berdi Rasulullohga. Ana shu berilgan savollarda bizga kerakli joyi Ya Muhammad mal ihsan dedi. Ya'ni savol so'rayotgan odam Muhammad alayhissalomni ey Muhammad, ihson o'zi nima degani? Ihson haqida menga xabar bergin dedi. Shunda payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom u kishini taniganlari uchun aytdilarki, savol so'rayotgan odam javob bermoqchi bo'lib turgan odamdan ko'ra javobini yaxshiroq biladi. Deganlaridagi savol bergan odam o'zi javob berib aytdiki, ihson degani, hozir biz o'tirgan hammamizga ihson degani nima tushunasan desangiz, bizni birinchi hayotimizga keladigan narsamiz yo 4 ta odamni chaqirib osh qilib berish yoki cho'ntagimizdan pulni ihson qilib berish tushunamiz. Lekin savol bergan Jabroil alayhissalom edi asli. O'zlari savol berib, o'zlari javob aytdilarki, ihson degani an ta'budalloha ka'annaka tarahu. Sen Alloh subhanahu va taologa ibodat qilayotganingda Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishlik. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Agar sen Allohni ko'rib turgandek ibodat qila olmayotgan bo'lsang, Alloh meni ko'rib turibdi-ku degan e'tiqodda ibodat qilishing shu ihson degan. Agar xuddi shu narsani, shu ihson degan narsani har bitta mo'min musulmon qalbiga singdirib olsa, nima bo'ladi? Inson hech qachon gunoh qilmaydi. Agar har bitta joyga borganda, namoz o'qiyotganda ham, hajga borganda ham, umraga borganda ham, ihson qilayotganda ham, Qur'on o'qiyotganda ham Alloh meni ko'rib turibdi-ku degan e'tiqodda qiladigan bo'lsa, o'sha qilayotgan amalini ishini mukammal qiladi. Bir shoirni she'ri meni qo'limga tushib qoldi. Shuni bir o'qib bermoqchiman sizlarga ham. Bu oyatga, hadisga juda go'zal tushadigan she'r ekan.
Moling tushib qolsa ko'chada, g'ulu tushmas edi ko'nglingga, olmas edi hech kimsa qo'lga, qo'rqqanida barcha Allohdan. Tasavvur qilaylik, ko'chada ketayotgandik, $100 yo'lga tushib turibdi. Hamma ham Xudodan qo'rqmaydi deya olmaymiz, Xudodan qo'rqadiganlar bor. Lekin Xudo asrasin, hozirgi kunda ko'payib ketdi shunaqa Xudodan qo'rqmaydigan yoshlarimiz ayniqsa. Birovni haqqidan qo'rqish, birovni omonatidan qo'rqish, birovni qarzidan qo'rqish. Xudo asrasin. Bu narsa nimadan bo'ladi? Bu narsa hammasi Xudodan qo'rqmaslikdan bo'ladi. Agar Xudodan qo'rqqanida bu narsani qilmasdi. Chunki meni Xudo ko'rib turibdi degan narsa bo'ladi. Shuning uchun ulug'larimiz aytadiki, hatto ota-ona farzandingizni tarbiya berayotgan paytingizda ham deydi. Bolangizga tarbiya berayotganda bolangizni o'zingizdan qo'rqadigan tarbiya qilmang. Bola otasidan qo'rqadigan bu tarbiya topmasin. Onasidan qo'rqadigan bu tarbiya topmasin. Bolani uyga kamera qo'yib qo'yib, kameradan qo'rqadigan bo'lib katta bo'lmasin. Bola akasidan, ukasidan qo'rqadigan bo'lmasin. Farzand bitta, faqat va faqat Alloh taolodan qo'rqadigan bo'lsin. Agar otasidan qo'rqadigan qilib, o'zingizdan qo'rqadigan tarbiya qilgan bo'lsangiz, siz uyda bo'lmasligingiz mumkin. Siz uyda safarga ketib qolishingiz mumkin. Bola bilganini qiladi. Onasidan qo'rqadigan bo'lsa ham xuddi shu, onasi ham doim yonida bo'lmaydi. Kamera qo'yib qo'ygan bo'lsa, uni ham o'chirib qo'yish mumkin. Lekin bola, farzand hamma agar Xudodan qo'rqadigan bo'lsa, Allohga taqvo qiladigan bo'lsa, har qanday holatda, har qanday joyda meni Alloh ko'rib turibdi-ku deydi. Darvozaga tushmasdi qulflar, shart emasdi qorovul kaslar, bo'lmas edi aslo o'g'rilar, qo'rqqanida barcha Allohdan. Bu yerda gap darvoza haqida ketyapti. Xonadonni, uyni darvozasi haqida gap ketyapti. Lekin hozirgi kunga kelib hattoki uylarimizdan ham ko'ra masjidlarga ham atroflarini o'rab berkitib, devor bilan o'rab, masjidga qulf kalib o'rnatib, unga bitta qorovul ham qo'yib qo'yadigan bo'ldik. Nimaga? Chunki masjidda ham umar ketyapti. Masjidning ichida masjidga namoz o'qiganga o'xshab kelib turib, birovni tuflisini olib ketgan, birovni telefonini olib ketgan, birovni kiyimini o'g'irlab ketgan. Unaqa bo'lmayapti, kim aytadi? Bu achchiq haqiqat. Hattoki eng ayanchli narsa, odamga eng og'ir botadigan narsa, yaqin kunlarda bo'lgan narsa, masjidda Allohning uyidagi ehson qutilarini o'g'irlab ketyapti. Bo'lmadimi shunaqasi? Qayta ana shu bolalarni chaqirib, birodar sen Allohdan qo'rqin desangiz, men ham musulmonman deydi. Eng yomon joy shu yerda. Eng insonga alam qiladigan joy shu yerda. Shundan so'rasangiz, men ham musulmonman, musulmon bolasiman deydi. Lekin qilayotgan, axir bu kimning uyi bu? Bu kimning uyi? Insonning uyi bo'lsa boshqa narsa, lekin Allohning uyida kecha-yu kunduz ko'rib turadigan zotning uyini o'g'irlagandan keyin bu inson nima deyish mumkin? Oldingi paytlarda karvonlar o'tgan. Masjid ana shu karvonlar o'tadigan joyni dam oladigan joy bo'lgan. Masjidga kelgan odam, masjidning oldiga kelgan odam karvonni qo'ygan, tuyasini, otini, hachini bog'lagan. Masjidga kirib bemorlar ibodatini qilgan, yuvingan, tarangan. Masjidning atrofi hamma joy ochiq bo'lgan. O'ralgan joy bo'lmagan. Bu keyin bu narsalar joriy bo'ldi. E'tiqodimiz susayib ketdi. Xudodan qo'rqish kamayib ketdi. Bo'lmas edi qariyalar uyi. Bo'lmas edi qariyalar uyi, ortmas edi g'ami anduhi. Oq bo'lmasdi aslo farzandi, qo'rqqanida barcha Allohdan. Ramazon boshlanganda birinchi kunida bir otaxon kirib keldi. Ramazon boshlangan birinchi kuni domla jamoatda bolamni haqqiga duo qiling. Men bolamni Xudodan bitta narsa so'rayapman dedi. Nimani so'rayapsiz desam, ilohim Ramazon oyida bolam ichib meni urmasin deyapti. Shu meni o'zimning ishxonamda bo'lgan narsa. Nima deyapsiz otaxon, sen bolam shunaqa darajada bo'lib ketganki, har uyimga kirgani bezillayman dedi. Pensiya chiqadigan kunni qo'rqib kutib o'tiraman dedi. Pensiya chiqadigan kuni qo'limga pulimni olmasdan turib, bolam cho'ntagiga solib olib chiqib ketib borib ichadi dedi. Bu nimadan bu? Agar shu bola ham ozgina Xudodan qo'rqsa, zero payg'ambar alayhissalotu vassalam aytmadilar. Aynan shu hadis har yili Ramazonda eslanadi. Payg'ambar alayhissalotu vassalam minbarga chiqayotgan paytida 3 marta amin deganlar.
Buni hammamiz eshitganmiz. Jabroil alayhissalom keldi, Rasulullohdan so'rashdi, "Ya Rasululloh, hech bunaqa bo'lmagandi. Minbarga chiqayotgan paytingizda 3 marta amin dedingiz. Buni sababi nima?" deganda, Payg'ambar alayhissalom aytganlarki, "Men minbarga chiqayotgan paytimda, birinchi minbarga oyog'imni qo'ygan paytimda meni oldimga Jabroil keldi. Ey Muhammad alayhissalom, qaysiki ummat sizga ummat bo'lib kelib turib, sizni payg'ambar ekanligingizni bilib turib, sizga biror marta salovat aytmasdan, sizni dunyoda tanimasdan o'tib ketgan ummatingizni burni yerga ishqalanu xor bo'lsin dedi, men ham amin dedim degan. Ikkinchisi Ramazon oyi kelsa-yu, sog' bo'lsa, salomat bo'lsa, hech qanaqa uzri bo'lmasa, hech qanaqa kasalligi bo'lmasa-yu, bir yo'lini axtarib, bir yo'lini qilib, shu ro'zani tutmasdan o'tkazib yuborgan ummatingizni burni yerga ishqalansin dedi, men amin dedim degan. Uchinchisi ota-ona. Qaysi bir farzandi oldida yoki otasi yoki onasi hayot bo'lsa, yoki ikkovlari ham hayot bo'lsa, shu ota-onalarning xizmatini qilib hayotlik paytida duosini olib, ota-onasini rozi qila olmagan ummatingiz burni yerga ishqalansin, xor bo'lsin dedi, men ham amin dedim deganlar. Kim duo qilyapti? Kim? Bittasi Jabroil alayhissalom. Og'zidan chiqqan duosi amin qabul bo'ladigan, ikkinchisi payg'ambar alayhissalom so'ragan narsa qabul bo'ladiganlar 3 ta narsa haqida amin deyishgan. Xudo asrasin. Ota-onasi hayot bo'lib turib, faqatgina badbaxt farzandgina shunday bo'ladi. Rido'ur robbi fi rido'il volidi. Otasini rozi qilgan farzand, onasini rozi qilgan farzand xotirjam bo'lsin, undan albatta Alloh rozi bo'ladi. Alloh taolo o'zi aytayaptiki, oldin menga ibodat qil. Ibodat qilgandan keyingi birinchi qiladigan narsa ota-ona xizmatini duosini ol. Qariyalar uyiga, mana shu yerda aytayapti-ku, qariyalar uyi bo'lmasdi. Azizlar, hozir bizda qulog'imizga eshitganda tasavvur qilishimiz qiyin bo'layotgandir. Biz shu narsalarga guvoh bo'lganligimiz uchun aytayapti shu narsaga. Holat o'ta dahshat. Xotinini gapiga kirib turib, xotiniga yoqmaganligi uchun qarib yoshi bir joyga borib qo'ygan otasini, onasini bemalol uydan olib chiqib ketib, qariyalar uyiga olib beryapti. Yana nima qilyapti? O'zini mehribon qilib ko'rsatyapti. Aytadiki, qariyalar uyiga boradi-da, hattoki qariyalar uyida deyapti, navbat kutiladi deyapti. Odam ko'pligidan qabul qiladigan o'rin yo'q deyapti. U bola nima qilarkan o'zicha? O'zini mard qilib ko'rsatib, o'zini mehribon qilib ko'rsatib, qariyalar uyga otasini, onasini olib borarkanda, xizmat qiladigan chaqirib, og'zingga siqqanini beraman, otamga, onamga yaxshi qaragin. Nomard, sen o'zingchi. Sen o'zing nima qaramaysan? Jannating qo'ling turibdi-yu. Shuning uchun aytganlar payg'ambar alayhisolomga, Jabroil alayhissalom ota-ona hayot bo'lib turib qila olmagan bo'lsa, burni yerga ishqalansin, xor bo'lsin degan. Kim? Ikkita odam xotirjam bo'lsin deganlar ulug'lar. Ikkita odam hayotida xotirjam bo'lsin. Bittasi ota-onasini norizo qilib ko'nglini og'ritgan farzand xotirjam bo'lsin. Endi uni hech qachon 1-2 bo'lmaydi. Ikkinchisi ham xotirjam bo'lsin. Bu kim? Ota-onasini xizmatini qilib duosini olgan farzand xotirjam bo'lsin. Agar u otasini, onasini duosini olib, otasini sendan roziman deb roziligini olgan bo'lsa, aravakash bo'lmaydimi? Mardikor bo'lmaydimi? Alloh taolo uni aziz qilib qo'yadi. Hatto mardikorlar ichida ham Xudo aziz qilib qo'yadi. Avvalo ota-onasining duosini olgan mardikor bo'lmaydi. Mabodo shunaqa bo'lgan taqdirda ham ota-onasi roziligini barakotdan Alloh taolo uni baribir aziz qilib qo'yadi. Ko'zini suzib o'tmasdi ayol, gap otmasdi erkak bemalol, go'dak tashlab qilmasdi uvol, qo'rqqanida barcha Allohdan. Shu bilan so'zimni yakunlayman. Oilaviy masalalar mana kelyapti. Bolasini tashlab qo'ymasdi. Kechagina videodan tarqaldi. Kecha. Qayerdaligini endi men bilmadim. Ramazon kunlarida 2 kunlik yoki 3 kunlik chaqaloqni raddomni podvaliga bitta qanaqadir salafanga qo'yib tashlab ketgan. O'shani ham chaqirib so'raydi. Musulmonchilikdan gapiradi. O'zim ham musulmonman, otam musulmon, onam musulmon deydi. Qilarish qilib qo'ygan aybni bolada nima ayb? Xudodan qo'rqmaganligidan bo'ladi. Endi hozir kechagina bitta bo'lgan narsa, hajda, umrada bo'layotgan narsalar. Men so'zimni shu bilan yakunlayman.
Alhamdulillah juda katta imkoniyatlar berildi, azizlar. Bu Xudoning bergan ne'matlarni eslab ham turishimiz kerak-da. Mana shu umraga ruxsat berilishdan oldingi holatni bir ko'z oldimizga keltiraylik-da. Qanaqangi kunlarni ko'rganmiz, qanaqa kutganmiz, umraga bora olarmikinmi, qanchada navbat kutganmiz. Endi shu bugunga kelib qanday bo'ldi? Alloh salomat qilsin, yurtboshimizdan, atrofdagi mutasaddilardan keng imkoniyatlar berildi. Endi shu bugunga yetdikki, qo'limizda cho'ntagimizda pulimiz bo'lsa, shunday chiqamiz, xohlagan kunimiz biletimizni olib umraga borib kelyapmiz. Umrani, hajni, Ka'bani qadri bo'lyaptimi, yo'qmi degan savol. Bir narsa ko'payib ketgandan keyin qadri ham ozayib ketadi shekilli. Ana shu joyga borib, bu endi menimcha Allohdan qo'rqmagandan bo'lsa kerak edi. Bir-biri bilan yo'qolishyapti. Men o'zim tepasida guvoh bo'lgan narsa, buni ko'p joyda aytib berdim. O'zim guvoh bo'lgan narsa, odatda Madinadan Makkaga boriladi. Madinada miqotga kirib ehrom bog'lanadi. 50 bosh tushuntiradi. Azizlar, ehrom degani bu kafan degani. Endi hushyor bo'ling. Birovda dilini og'ritmang, birovda xafa qilmang, birovda so'kmang, birovga ozor bermang. Ibodatingiz nuqsonli bo'lib qoladi. Ehrom qo'y so'yishingiz kerak bo'ladi. Gunohkor bo'lib qolasiz. Yo'lma-yo'l tayinlab ketiladi. Odatda Madinadan Makkaga borgandan keyin gastinisaga joylanadi. Eng qizig'i, gastinisaga joylanayotgan paytda hammani joyi tayin. Har bittani familiya ismlari bilan joylari, qaysi xonaga kim kiradi, kim bilan birga kiradi, qo'lda tayyor shablon bo'ladi. Lekin o'sha gastinisaga joylaguncha ehromdagi odamlarni qilayotgan bir-biriga muomalasini ko'rib, yoqangiz yushingiz bular qayga kelib qoldi ekan. Men o'zim chiqib aytdimki, ey birodarlar, boshqa guruhda odamlar ekan, Xudodan qo'rqinglar, ehromdasizlar, bu kafan bu. Hozir bir-birlarga qattiq gapirib, dilinglarni og'ritib qo'yadigan bo'lsanglar, qo'y so'yadigan ish bo'ladi, qo'y so'yish vojib bo'ladi deb gapirib tursa, menga aytayapti. Qo'y so'yish vojib bo'lsin, men shuni so'yib qo'ya qolaman deyapti. Bu qayerda bo'lyapti? Musulmon odamni bir umrlik orzusi, meni gunohim bor deydi, meni xatoyim bor deydi, meni kamchiligim bor deydi. Ka'batullohga borib boshini sajdaga qo'yib, dod deb gunoh uchun yig'laydi. Xatosi uchun tavba qiladi, gunohi uchun tavba qiladi, lekin hamma ham emasda. Lekin o'sha yerga borib endi shu gunohlarni qilayotgan odam endi qayerga borib tavba qiladi? Shuning uchun men aytmoqchimanki, birodarlar, ko'pchiliklarimiz savob bo'ladi, kimnidir umraga jo'natyapmiz. Shunaqa bo'lyapti-da. Shunday borilyapti-da, umrani litsenziyasini olib, nimasini olib, biletini olib kelib berilyapti. Jon birodarlar, jo'nating. Savob bo'ladi, borib ko'rib kelsin. Lekin bitta narsa borki, shu umraga ketayotgan odam, siz jo'natayotgan odamingiz qayerga ketayotganini bilsin. Qayerga ketayotganini bilsin, nimaga ketayotganini bilsin. Nima uchun ketayotganini bilsin, u yerda nima qilish kerakligini bilsin. Ota o'g'liga telefon qilyapti. Ka'bada tiqilinch bo'lgani uchun tiqilishni qolib ketdi-da, qiynalib tashqari chiqqandan keyin o'g'liga telefon qilyapti. Men guvohman shu narsaga. O'g'lim, sen meni qayoqqa jo'natding o'zi? Undan ko'ra Dubayga jo'natsang yaxshi emasmi dedi. Bunchalik darajada bo'ladigan odam bormasin umraga. Undan ko'ra shu yerda o'tirib tavbasini qilsin, shu qabul bo'ladi. Shuning uchun aytadiki, ko'p inson bo'ladi, hajga boradi, umraga boradi, masjidga keladi, ibodat qiladigan joyga kelib turib kofir bo'lib chiqib ketadi degan. Nimaga shunaqa bo'ladi? Agar Ka'baga borib ana shu yerni ko'rib, biror bir Ka'baga shu bo'ladigan bo'lsa desa kofir bo'ladi, Alloh asrasin. Yonimda o'tirdi. Shu bilan tugataman gapimni. Men sizlarni ko'rib, men to'g'ri gapirgim kelyapti, to'xtatmoqchi. O'zimda bo'lgan narsa, shu umraga borganimda yonimda o'tirishdi, ehrom kiyib olgan. Bunchalik darajada bo'lmasa kerak, azizlar endi. Yonimda o'tirishda asrga azon aytildi, asrga takbir aytadigan paytda yonimga kelib, "Uka, hozir shom o'qiymizmi?" deyapti. Asrga azon aytilyapti. Ki yo'q, hozir asrga niyat qilasiz, asrdan keyin shomga hali vaqt bor dedim. Asr namozi o'qib bo'ldik. Endi o'sha yerda o'tiribmiz shomgacha. Saf surilgandan oldinga sakkiz surilib qoldi. Endi shom vaqti bo'ldi. Shomga azon aytgandan keyin haligi odam, yana xuddi shu odam meni ikkinchi safda o'tiribdi. Mendan boshqa odamdan
Hozir namoz o'qib bo'lsak, shu bilan bugungi namozimiz tugadi, boshqa namoz o'qimaymiz deydi. 5 vaqt namozni bilmaydigan odam, 5 vaqt namoz o'qish kerak, farzni bilmaydigan odam, asrni, shomni, xuftonni, bomdodni farqini bilmaydigan odam u yerga borib nima bo'lib kelishi mumkin? Ana keyin bo'lyapti-da, u yoqqa borib kelgandan keyin tuyada kelyapti, samolyotda kelyapti va vertolyotda kelyapti. Chunki nimaga borib kelganini bilmaydi. Shunaqa insonlar borki, gastinisadan chiqmasdan, shunday bir narsa qilib umrlanib keladi, gastinisadan chiqmasdan o'tirib keladigan paytda keladi, u kelayotganda kelishini ko'ring. Kiyib olgan kiyimini ko'ring. Alloh taolo asrasin. Shuning uchun ham Allohdan qo'rqish kerak. Qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar, nima qilishimizdan qat'iy nazar, qaysi amal bajarishimizdan qat'iy nazar hammamizga Alloh subhanahu va taolodan qo'rqish, taqvoni Xudo nasib aylasin. Yaqinlashib kelayotgan Laylatul Qadr kechalarini ilohim hammamiz go'zal holatda ibodat, taqvo bilan o'tkazib, bu kechalarning fazilatlaridan bahramand bo'lishimizni Alloh subhanahu va taolo nasib aylasin. Bu yerda Abdurahmon domla ustozimiz, yordamchilari, masjidga xizmat qilayotganlar, qorovullardir, farroshlardir, mutavvallilardir, homiylardir, kim nima xizmat qilayotgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ajrini ziyoda qilib bersin. Duo qilaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ilohiy Parvardigor, avval aytgan masoillarimiz dargohingda qabul aylagin. Aytgan gaplarimizga avvalo o'zimni amal qilishligimni, qolaversa bu yerda o'tirgan bu jamoatimiz amal qilib Allohning roziligiga erishishimizni hammamizga nasib aylagin. Tutayotgan ro'zalarimizni qabul aylagin. Oxiratda boshlarimizga soyabon qilgin. Insonchilik bilan bilib bilmay qilgan xatolarimizni, gunohlarimizni Parvardigor o'zing mag'firat qilgin. Bizga Alloh subhanahu va taolo eng ulug' ne'matlarni bergan. Rasululloh so'ragan, ikkita ne'mat bor. Tan sihatlik, xotirjamlik hammasi bizda bor. Yurtimiz tinch bo'lsin. Bu katta ne'mat. Mana shunda o'tirib bemalol ibodat qilishimiz, duo o'qishimiz, tarovehni o'qishimiz Xudo asrasin qaysi tomondan bomba kelib qolar ekan, qaysi tomondan o'q kelib qolar ekan deb saharligini tayini yo'q, iftorligini tayini qanchadan qancha joylar bor. Alloh shunaqa bo'lib qolishdan o'zi asrasin. Ozgina bizga sinov berdi. O'sha pandemiya davrida nima bo'lib ketdik? Ozgina kasallik paytida qo'shnimizga hech qolmay qoldik. Alloh shunaqa kasalliklardan o'zi panohida asrasin. Bu tinchlik degan ne'mat o'zicha bo'lmaydi. Bu tinchlikda xizmat qilayotgan, avvalo yurtboshimiz, boshliqlar, barcha mutasaddi rahbarlarimizni, qolaversa mana tashqarilarda xodimlar xizmat qilishyapti. Alloh taolo hammalaridan rozi bo'lsin. Qolaversa dinimizga xizmat qilayotgan O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi, muftiy janoblar, boshliqlarda, barcha masjidlardagi imom domlalarimiz, noiblarimiz, kimki xizmat qilayotgan bo'lsa, hammalarining xizmatini Alloh taolo dargohida qabul aylasin. Dunyoda bir masjidda ko'rishdik, birga ibodat qildik. Alloh taolo hammalarimizga jannatda ham payg'ambar alayhissalatu vassalom bilan birga bo'lish nasib aylasin. Rahmatiga ya arhamar rohim.